Yo'lning bo'yidan tadbirkorlar uchun, ya bo'lmasa uy uchun zo'r mesajlar birgallagan narsalarga topib qo'ydik. Ya'ni sentralniy Lenin kolxozining trassasi o'tgan, bilasizlar. Mang'itdan keltirganimiz radardan o'tganimizdan keyin chap qo'limizda mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimizning batafsil ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz. To'g'ri suvlari bor, polniy santexnika ishlari qilingan. Ko'rsizlar bo'ladi. Kirishimizda mana shu anda chertaklar qilingan. Polniy stage qilingan. Uyimizning oldidan polniy stagega bo'lgan. Ko'rsizlar bo'ladi. Bo'rimiz moshni qilib shu darajaga olib kelingan. Usta akalarimiz o'zlari qo'l mehnatlari ko'rsizlar bo'ladi. Rakaminalar uchun joy tashab ketilgan. Polniy santexnika hammasi qilingan. Ko'rsizlar bo'ladi. Polniy shlakoblok bilan aylanilgan. Bo'rimizga bir garaj solingan. Bu yog'imizga kotolxona solingan. Bu yog'imizda bir kladovka, tualetlari hamma narsasi moslab, plavlashtirib qilgan ekan bo'rimizda. Endi bu bo'lmasa uyimizning ichkari taraflarini bir qator ko'rib o'tamiz. Uyimizga yaxshilab e'tibor beramiz. Zo'r holatida remontlangan. Yana plyus tarafi ustaning qanday cho'qqisi bo'lsa, eng cho'qqisi, ya'ni Everestning eng cho'qqisidan chiqqan mana shu usta akamiz ekan. Mehnatini shunday baho berasizlar, like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Akamizning mehnati uchun. Xo'p, bu yog'imizda manaki studiy formatda uyda remontlab shu darajaga olib kelayotgan ekan. 3 xonasi bitib turibdi. Polniy uyimizning absolyut divorlarining hammasi gipsokarton bilan tekislab 90 gradus lazerga chiqargan. Endi shpagalok tortib oboyga kelib turibdi. Bu yog'imizda manaki banyasini bir qator ko'rsatamiz. Banyasini shunday maramini keltirib zo'r holatini olib kelgan ekan akamiz. Ko'rsizlar bo'ladi. Yana bir narsani ta'kidlab aytib o'tishib ketishim kerak. Hammerga zo'r qilib e'tibor berganimni ko'rsizlar bo'ladi. Uje montajini bilsangizlar bo'ladi. Polniy hammerimiz kafel qilingan, pollarimiz hammasi plus hammer tepli pol bo'lgan ko'rsizlar bo'ladi. Endi bu bo'lmasa xonalar bilan bir qator tanishtirib o'tib ketamiz. Akamiz mana shu xonadan boshlab uyda zo'r qilib maramini keltirib, mana shunday remontlar bilan qilib keltirgan akamiz. Lekin shu o'rniga kelgan vaqtida sotishim kerak uka deb bizlarga murojaat qildi. Endi bu yoqlarimizni bir akamizning mehnatini shunday baho beringlar. Bo'lmasa hammer gipsokarton. Gipsokarton bilan zo'r qilib 90 gradusga chiqarib mana shu ahvolda olib kelgan ekan. Eshiklardan yaxshi eshiklardan qo'yib, o'zim yashayman deb o'zi qilib keltirgan. Mana ko'rsizlar bo'ladi. Hammer moshni qilib ishlayotgan ekan. Radiatorlari. Bu yog'imizda keyingi xonasi ko'rsizlar bo'ladi mana. Bu yog'imizdan bir zal mehmonxona, tepli pol qilingan. Ko'rsizlar bo'ladi. Natojniy patologlar. Bu yog'imizda bo'lsa kuxnyaga moslab qilingan ekan. Endi patsatda shunday narsalar turgan. Konditsioner ishlab turibdi. Bu yog'imiz manaki yana bir xonasi ko'rsizlar bo'ladi. Moshni qilib ishlagan. Endi akamizning san'at asarini gap bo'lishi mumkin emas. Shuncha mehnatni qiymasdan endi sotqisi ham kelmaydi, lekin pulzari deyilyapti. Endi narx-navolar bilan bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Narxni aytishdim, bizning kanalımizga obuna bo'lib, bizga podpisatsiya bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Bu uyimizning narxini 46 ming ko'ginda aytilyapti. Yana aytib tortishib kelishib qo'yganlari bor deyapti. Kimga qiziq bo'lsa, uyning nomerlarini qoldiramiz, o'zlaridan bog'lanib, bemalol baraka hisobla bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat bilan ma'lumot kanali.